Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli, chorva ishqibozlari. Baxmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari, Simental Angus limuzin ishqibozlari. Bugungi videomiz aynan limuzin ishqibozlari uchun bo'ladi. Bugungi sanamiz 2025-yil 16-aprel, haftaning chorshanba kuni. Biz Jizzax viloyati G'allorol tumani qaysi sanov edi? Nurafshon mahallasidamiz, dehqon xonadonida o'zlarini toza qonli limuzin buqalari bor ekan. Mana tonnalik variantlaridan toza varianti Estoniya davlatidan kelgan ekan. 2 yil oldin Estoniya davlatidan kelgan, urug'likka olingan, sigirlarga qo'yib zot olingandan keyin yemga solingan mana. Mashalloh, haqiqatda o'ta udar bo'lib boqqanda otasiga rahmat. Juda ajoyib boqib qo'yibdi degan. Bemalol yelkalariga tuxum qo'yadigan bo'lgan, boya tuxumlar qo'yadigan. Balandliklari ham meni bo'yim bilan hisoblaganda indamay 1.60 chiqib qoladimi mana? 1.60lar balandligi. Mana bo'yin, yelkalar hamma tomonlama ko'rishlaringiz mumkin. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqasizlar. Qassob akalarimiz bo'lsa ham so'yishga ham gaplashaverasiz. So'yishga bo'lmaydimi? Faqat oyoqlayinga. Ha. Faqatgina oyoqlayinga gaplashiladi ekan. Hali yana dal yemlash kerak deyapti. Qancha chiqadi deysiz примерно живой весlar? Живой весlar, lekin juda ham go'shtdor mol bo'ladi limuzin. Juda ham go'shtdor bo'ladi. Xo'p, yoshi 4 kurak bo'pti endigina. 4 ta ekan, tishlar 4 kurak. Mana orqalaridan dumba savoradigan variantlaridan. Mana kim zotga olaman desa, endi aynan bu akamiz qassobga bermayman degani zotga sotilar ekan. To'g'ri, fermalarga zotga bemalol bo'ladi, sigirlarga bemalol chopadi. O'zlari zotga zot olib bo'lganlaridan keyin yemlab sotyapti mana 4 kurak. Kim zotga olaman desa, qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilib, savdolashib, tortishib, talashib olaverasizlar. Albatta, hamma joyda savdolashish bu bemalol kelib ko'rib savdolashganga kelmaydi. Telefon orqali ham bo'ladi-yu, baribir bu buqani ko'z bilan ko'rganga kelmaydi. Juda ham bahaybat, o'ta katta yirik narsa. Mana. Mashalloh. Demak, telefon nomerlarini qoldiramiz dedik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bemalol savdolashib aloqaga chiqaverasizlar.